Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, buni Sharxon tumaniga qildik. Zolotoy dubdan. Juda go'zal holatda chiqdi. Raklenkalarni shilmadi, ichki remont ishlari bo'ladigan hisobiga pastlariga shatlankalar to'qilgan. Xudo har doimgidek go'zal holatda, aynaklari 2 qavat bo'ldi. Ochilishlari ikkala yonidan ochildi, ikki qanoti ham. Tepasi ham shunaqa. Eshiklariga bittasiga shatlanka to'qildi. 2 qanotli bo'lgan eshiklari. Bittasiga mana toshli oyna yopishtirganmiz. Xudo xolasa juda go'zal holatda. Ishimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Tepada 3 ko'zli romlari bor. Ular ham ikkala chekkasidan ochilgan, bundan ochilgan. Güzel holatda, oynalari yodviga oq paket bo'lgan. Jukalari ham güzel holatda, girovkalari. Eshikda qanotlari balkon profildan bo'lgan, kattadan. Güzel holatda chiqqan. Girovkalari ham güzel holatda. Xo'sh, bu yerda ichkari tomonda podokonnilari bilan birgalikda. Podokonnilari ham hammasi bo'lgan, chotki. Güzel holatda bo'lgan podokonnilari. Xo'sh, bu joyimizni общий 35 millionga qildik. Akamiz internetdan ko'rib zakaz berdi. Xo'sh, bitta romimizni narxi shatlankalari bilan birgalikda 1 million 800 ming so'm atrofiga to'g'ri keladi. Bu ikki qanotli romlarimiz 2 million 1 million 800 2 million so'mdan qilyapmiz. Xo'sh, eshiklariga keladigan bo'lsak, shunaqa shatlankali eshiklarimiz 2 million 800 ming so'mga tayyor bo'lyapti, shatlankalar bilan birgalikda. Xo'sh, agar toshli oyna bo'ladigan bo'lsa, shu holatda bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, bu toshli oynamiz jinda qimmatroq. Oynasini o'zi 200 dollarga bo'ldi. Eshigimiz ham 200 dollarga boradi. Общий 400 dollarga ketdi, lekin o'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda go'zal holatda. Buni rangi ham o'chib ketmaydi. Hech qanaqa qimirlash boshqalari bo'lmaydi. Mana toshlari o'zi yopishtiriladi, qo'l mehnati bu. Agar bunda mana ko'radigan bo'lsanglar, ozgina ovoz chiqib turadi shatlankali hisobiga. Keyin quyoshda qolib ketsa, rangi o'zgaradi. Bunda hech narsa bo'lmaydi. Shuni hisobiga qimmatroq, puliga yarasha hammasi. Xo'sh. Bittadan like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Go'zal holatda ishimiz tayyor bo'ldi. Rahmat hammaga.